aziz kuzatuvchilarimiz, hammalaringizga xayrli tong. Ushbu bemorimiz bizga murojaat qilgan vaqtlarida bosh miyada frunku, xuddi bizni mahalliy tilimizda aytiladigan o'sha bosh miyada yaxshi o'sibda bilan bezovta qilgan avvalida boshlanishida. Undan so'ng u kishi borib doktor muolajasiga qabuliga borganlarida uni kesishligini, hech qanaqangi xavotirli joyi yo'q ekanligini u kishiga tushuntirib o'tgandan so'ng u kishi kestirishga qaror qilganlar. Hozirgi bu kishidagi eshitadigan fikr mulohazalarimizni, kestirib qanchalik darajada to'g'ri yoki xato ish qilganliklarini sizlar bilan fikrlarni o'rtoqlashamiz azizlar. Siz nima deb o'ylaysiz? Kestirganingizdan siz ma'qulmi sizga yoki xato ish qildingizmi, to'g'rimi, noto'g'rimi, nima deb o'ylaysiz? Bizni tinglayotgan nima deydi tinglovchilarimizga. Endi avvalambor bu narsani kestirish xatoligini oldin bilmaganman-da. Shuning uchun doktorga murojaat qilganman. Doktor shu biopsiya olib ko'ramiz deb turib, biopsiya olingan, tekshirib ko'rgan, shu xavfsiz operatsiya bo'ladi degan shu doktorlarga aralashib oldirganman. Lekin keyin vaqt o'tishi bilan yana paydo bo'lib, kattalashgandan keyin shu oldirganimni xato qilganimni tushunib yetganman. Azizlar, e'tibor qilyapsan bemorning suhbatlariga. Bu kishi kestirganidan so'ng xavfsiz bo'lgan o'simtamiz xavfli o'simtaga aylanib, bu kishida yana o'sha yarani o'rnida yana boshqatdan yana yara hosil bo'lgan. Kattaroq. Sizlarga maslahatim, tanlov yana o'zlaringizga bog'liq, yana xohish, istak o'zlaringizga bog'liq. Xato qilmanglar, bu sizning hayotingiz azizlar.